O'zbekistonda Islomiy bank faoliyatiga rasman ruxsat berildi. Bu borada qaror ham qabul qilindi. Barchaga ma'lum, tijorat banklar kredit foizlaridan foyda ko'radi. Islomiy banklar esa kreditlarni foizsiz ajratadi. Unda Islomiy bank foydani qayerdan ko'radi? Ular quruq rahmat uchun ishlaydimi? Keling, bugun uni ko'rib chiqamiz. Misol uchun, siz tijorat bankidan 100 million so'm kredit olmoqchisiz. Bank sizni barcha hujjatlaringizni so'raydi. Barcha hujjatlaringizni taqdim etganingizdan keyin 100 million so'm ajratadi. 3,5 yil mobaynida bo'lib to'laysiz, foizlarini ham qo'shib to'laysiz. Islom bankidan 100 million so'm kredit olmoqchisiz. Siz bankka borganingizdan keyin ushbu 100 million so'mni nimaga ishlatasan deb so'raydi. Siz misol uchun 100 million so'mga 10 ta qoramol olmoqchisiz. Bank ushbu qoramollarni sizga olib beradi va 100 million so'mni ustiga misol uchun 20 million, ya'ni 120 million qilib 3 boshida bir marta barcha shartlarini tushuntiradi. Oyma-oy o'sha 120 million so'mni 3 yil mobaynida to'laysiz. Hech qanaqa foiz va peniyalarsiz. Bu vaqtda mamlakatimizdagi tijorat banklari tomonidan Islomiy bank tamoyillariga asoslangan kreditlar ajratilmoqda. Qaysi banklardan islom kreditlarini olishimiz mumkin degan savollar tug'ilishi tabiiy. Ushbu savollaringizga Telegram kanalidan javob olishingiz mumkin. Bu borada batafsil ma'lumotlarni joyladik. Telegram kanalimiz sahifamiz shapkasida va istoriyada.